Sunuku'nun 72 xil özgürüş marti qaysilar? Sunuku qaysi 72 xil hayvanga özgürelaydı? Nurgun fölse dostlar da boşni. Mayli jboda, mayli sushin qilib, mayli ko'ngilchida to'l so'raydi menda-chu. Undan so'ng bu mazmun qiziqadigan do'stlar meni guvanju qilib, bir tal yaxshi jurgonlar bir filmning davomini olinglar. Endi bu savolga javob berish uchun G'arb Sayat nomli asarda Sunuku'ning sehr karomatlariga qarab baqaylik. Putilauzudan marat o'rgangan vaqtimizda Putilauzu buningga 2 xil marat o'rgatgan. Birisi 72 xil o'zgarish marti, Chishoba Biyanxo, birisi Jindovyun. Shunami? Endi G'arb Sayatda bu chiman taqi qaytib kelgandan keyin, yiliqi Kalodiyevining birodarlik kelgan Alvasli uchirgan vaqtida, bulutni erish ordusining 100 ming erishlashga tushgan vaqtimizda Sunuku qaysi marat ishlatdi? Fen Shenchu. Ya'ni tupini o'zgartib, jih maymunlarni o'zgartib, mushlar bilan jang qildi. Baktiq maymun sarkardilari, maymun bolalar paydo bo'lib ketdi-ku. Bu jang oyoqlashgan keyin bularni jig pakir tutdi. Bu bir xil marat. Fen Shenchu deydi bu maratning ismi. Ya'ni-chu Ding Shunfa qatirish marati. Shunami? Qattir deydi. Yel qizvalini, yel uni, yel alvasini qatirib qo'ydi. Bosh maratni bir o'rganib olgan bo'lsanglar, bir qism bolalar, qancha foydali ketadilar. Sunuku'nun mu qatirish marati munoyat qalti shunami? Bu mu bir xil marat. Yana Sharq dengiziga kirib, maqulumki Ruyi Jungumbag'ni shu yerdan ep chiqdi. Bi shufa deydi. Ya'ni suv ostiga kirib, suv ostida meni tunjiqib qolmay, normal harakat qilib urishib, bu qila oladigan marat. Suv ostidagi marati. Bu mu bir xil marat. Sunuku'nun suv ostida jang qilolmayman degan yolg'on. Nimishtimashda deydi. Buni qiziqadigan kash jibojang kirsanglar, mash mazmuni to'liq yechib qo'ya. Ya'ni Sunuku'nun maratidan tanshanfa, tag'i ko'tirish marati, tag'i yetkash marati. 500 yil burun erishni ma'lum qilganda Amita buni tunji qitim anasi tiqib bostirib qo'ygan vaqtida tag'ini ko'tirib evatga tas qolgan. Lekin mushu vaqtning o'zida Amita bunda darhol bu maratidan qo'rqib, eliqi cheklash farmonini chaplab, Sunuku'nun maratini yo'qib, shunlar qoidlardan bostirib qo'ydi. Bu alayli bir angishlar o'g'ali uchun qiladi. Uning kaynidan kumush munguzlik begim bilan oltin munguzlik begimning qashir kelgan vaqtida kumush munguzlik begim Sunuku'ga tag'ini ustiga yetib taqqa bostirib qo'ydi. Biz ko'rgan Balyubanshi yo'jidim yo'g'an bir toshni ko'tarib chiqdi-ku. Aslasanda 3 taqqa bostirib qo'ydi-ku. Boshda bir tag'ini atdi, Sunuku buni ko'tarib yetib tas qoldi. Yana bir tag'ini yetib qoldi, yana bir tag'ini ko'tarib 3 taqqa shunda qismi Sunuku bu tag'larni ko'tarib yetib oladi. Sunuku'ning tag'i yetkish marati. Bu mu bir xil alohida qaltismari. Yana bir qaltismari Shito. Yilqi aruchaqlar davlatiga kelgan vaqtimizda uch darvishlar kallı kesişti bəslişidir. Sunuku'nun kallısını kesidi. Keskenlikini qanımı çıkmaydı, işlim olmaydı, bir 5 yüzüp çıkıdı, A5'nin ekib aldı şuna mı? Bana Sunuku'nun kallı kesisi alaydı, yaman martının birisi şunu qoqmay kallan kesemse de bəsliş batıdı. Martını qaltıs bir xil marat. Yeni-ço, eliqi adet ottu köymeydi Sunuku'nun. Sanvecan ot köygen bilen adet otudu köymeydi, qapaqın içinin ottu köymedi. Eliqi muzakkar muammas mücessimini otudun köymedi şuna mı? Adet ottu köymeydi, gan martını bak. Yeni-ço, jip arqılıq tumu tutuş martını bak. Maş mı rast marat, Sunuku'nun buludu bunu şun toğur tapaldı, toğur qılaldı. Tüyüp lıqtın mı hakikaten martı bak. Xuato şilayladı mı eşi, jip arqılıq mı tumu tutalaydı mı Sunuku'nun. Mamı bir xil qaltısı martı. Bundan olsa Putilauzu bununla Chishoba Biyanxo bilen Jindovyun'u öğütüp koygan tutsa bu qalğan maratlar nereden geldi? Nereden öğrendi Sunuku'na kim öğütüp koydu? Analar depray. 72 xil marat degan gap, 72 xil yuna buçu, 72 tal nesli özgürelaysa degan gap emas hergiz. 72 tal hayvanga, jo'zga, cho'shqaga, qushqashqa özgürelaysa degan gap emas. 72 xil yunuri va Sunuku'nun her birisi baya degandek yunalar, maratlar. Aning qarab baqsanglar bo'ldi. Buning hamsi davjatki seyir karomatlar, davjatki yunalar. Sunuku'nun 72 xil yunuri va shuning uchun erish ordusini ma'lum qiladi. Nini avliyolar tanqilanmadi. Sunuku'nun avat 72 xil narsaga o'zgara olgan bo'lsa, bunga qolgan vahshiy maratlar nereden keldi? 72 xil narsaga o'zgarib qo'yganiga avliyolar buning tanqilanmay erish ordusini ma'lum qilib olamda, Jindovyunni qo'rqmay ishlata olamda. Emas, 72 xil yunuri va ma'lum. Har birisi bir xil alohida sehr karomat. 72 xil sehri karomati bor. Endi tushuninglarmi? Lekin bu 72 xil sehr karomati qaysi xil sehr karomat deb tushuninglar. Buni deb bersam tushunmaysizlar. Men bu bilmayman. Barasini ikisini ko'rib olsanglar bo'ldi. Shunda endi davjatga bir 72 xil alohida sehr karomatlik marti bor. Buning ichida o'zgarish martimi? Bo'shonchiki bir marat xohlagan narsa o'zgara oladi, lekin hargizmi 72 tal narsa o'zgara olaysa degan gap emas. Bundan mazmunni yoqtirgan do'stlar, bundan yaxshi yurak urib qo'yinglar. Kechda jibojanda davomli qarashimiz. Rahmat.